kimning rizqi keng, rizqi mo'l, rizqi ko'p, rizqida baraka bo'lishini xohlasa, har kuni ertalab bomdod namozidan keyin va shom namozidan keyin la ilaha illallohul malikul haqqul mubin ni 100 marotaba 100 marotabadan aytib yursin. Xosatan mana shu zikr, bu duo va bu tavsiya Ta'limul Muta'allim kitobida kelgan. Azizlar, ertalab bomdoddan keyin 100 marotaba aytamiz va shom namozidan keyin 100 marotaba aytamiz. Va oxirida Muhammadur Rasululloh as-sodiqul va'dul amin ham qo'shib qo'yamiz. Hattoki mana shu zikr, ya'ni la ilaha illallohul malikul haqqul mubin bilan Muhammadur Rasululloh as-sodiqul va'dul amin kalimalari Ka'ba po'shda ham yozilgan ekanda. Mana shu Ka'bani ustidagi Ka'ba po'sh yopinchig'ida ham mana shu zikrlar kelgan. Demak, rizqi keng, mo'l ko'l bo'lishini xohlagan inson doim o'ziga vazifa qilib olsin, bomdod va shom namozidan keyin la ilaha illallohul malikul haqqul mubin zikrini aytib yurishni.